Klassik adabiyot tadqiqotchisi Abdurahim Sobit Efendi. Klassik Uyg'ur adabiyoti tadqiqotchisi Abdurahim Sobit Efendi 1943-yili kuzda Qashqar shahrida o'qimishliq bir Uyg'ur oilasida tug'ilgan. Uning balaliq davri ayni chog'dagi Qashqarning davolg'ib turgan siyosiy vaziyatiga shahid bo'lgan edi. U ana shu davolg'ib turgan ansiz yillarda boshlang'ich o'rta maktablarni Qashqar shahrida tamomlagan. 1953-yili 5-mart Stalin tuyuqsiz o'lib ketgandan keyin ittifoqdosh jumhuriyat qurish huquqiga ega bo'lgan Uyg'urlarga faqat qog'oz yuzida bor bo'lgan eng to'van darajalik oliy avtonomiya huquqi berilgan. Orqadanla qisqa mezgillik ma'rif gullanish to'lqini boshlangan. Abdurahim Sobit Efendimi mushu to'lqindan nasiba elib 1957-yili kuzdan 1960-yili yozgacha atalmış Sobiq Şinjan institutining Milliy til adabiyot fakultetida o'qigan. 1960-yili u o'qish bitirgandan keyin Qashqar shahridagi o'rta maktablarda qisqa mezgil milliy til adabiyot o'qitishi bilan shug'ullangan. To'limi afsus, umu boshqa sanoqsiz Uyg'ur ziyolilarga o'xshashla 1966-yildan taki 1982-yilgacha 16 yildak turma zindonlar va jazo lagerlarida qattiq xo'rliqlarga uchirgan. 1983-yili uvol qilingan deb oqlanib 16 yil burunqi ilmiy tadqiqot huquqiga qayta erishgan. Shuningdan keyin u 1983-yili 10-oydan e'tiboran taki damilishga chiqquncha Qashqar viloyatlik qadimki asarlarni yig'ish, ratlash, nashr qilish ishxonasining mas'uli bo'lib ishlagan. Bu jarayonda u g'oyat zo'r himmat ko'rsatib, nurg'un bebaho va qimmatli asarlarni qutqizib qolgan va nashrga tayyorlagan. Buning ichida Hazrati Mahmud Koshig'ariyning nasabnomasi va Uyg'ur ekanligini isbotlaydigan Oltin nasabnoma muhim o'rinda turdi. Abdurahim Sobit Efendi 1970-yillarning oxirlaridan tortib izchil maxsus Uyg'ur klassik adabiyoti tadqiqoti bilan shug'ullanib, Uyg'ur klassik adabiyoti tarixi nomli 4 qismli kitobni Muhammad Sodiq Qashqari va uning ijodiy faoliyati haqida, shoira Zibbun Nisa Qutadg'ubilik va Uyg'ur she'riyati Abduqodir Damulla va uning nasihati omma nomli asri haqida, Yusuf Xos Hojib Mazirga oid tarixiy yozma hujjatlar qatorliq ilmiy tadqiqot maqolalarini yozgan. U yana oliy maktablar uchun o'rtaq darslik Uyg'ur adabiyoti tarixini va Uyg'ur klassik adabiyoti tarixini yozishga qatnashgan. Bulardan boshqa yana Sharqiy Turkistondagi bir qism muhim madaniyat yodikorliklari o'rinlarining tarixiy tazkirasini turg'izib chiqqan va ba'zi klassik asarlarni nashrga tayyorlagan. Uning yana Olim o'lmaydi, ilm o'lmaydi, Qashqarning qadimgi asarlari qatorliq Uyg'ur qadimgi zamon adabiyoti, madaniyati va folkloriga oid 100 parchadan ortiq maqolasi e'lon qilingan. 2017-yili 10-aprel saharda Uyg'ur hozirgi zamon to'hpikor olimi, klassik Uyg'ur adabiyoti va madaniyati bo'yicha oliy tadqiqotchi Abdurahim Sobit Efendi Qashqar shahrida kasallik sababi bilan vafot bo'lgan.